Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan to'lov tizimlari ichida biroz tushunish qiyinroq bo'lgan va ko'pchilik junior dasturchilar qiynaladigan va xato qiladigan Django hamda ClickUz to'lov tizimini qanday qilib integratsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Agar siz onlayn to'lovlarni qabul qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki loyihangizda to'lov tizimini qo'shmoqchi bo'lsangiz, siz to'g'ri joydasiz. Sizlar bilan men Muhammad Ali Akbarov, darslarimizni boshlaymiz. Dastlabki ishimizni loyiha yaratib olishdan boshlaymiz. Loyiha nomini shop deb nomlaymiz. Va virtual muhit yaratib olamiz. Virtual muhit yaratib olgach, o'zimizga Django'ni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Django o'rnatib olingandan so'ng, Django admin komandasi orqali loyihamizning core qismini yaratib olamiz. Va shundan so'ng VS Code editor orqali loyihamizni ochib olib, dasturlash jarayonini boshlaymiz. Integratsiya jarayonini davom ettirish uchun Django ilova, ya'ni Django app yaratib olamiz. Buning uchun startup buyrug'idan foydalanib, shop nomli ilovani hosil qilamiz va settings fayldagi installed apps listiga ro'yxatiga qo'shib olamiz. Shuningdek, settings faylga mayda-mayda kichik o'zgartirishlar kiritib o'tamiz. Keyin shop ilovasi uchun order modelini yaratamiz. Va migratsiyalarni bajarib, ma'lumotlar bazasiga tatbiq qilamiz. So'ngra admin paneliga kirish uchun super user yaratamiz. Va loyihamizda admin paneliga kirish uchun localhost 8000 port /admin orqali kirish imkoniyatlarimiz mavjud bo'ladi. Admin panelda order modelini sozlab, yangi buyurtma zakaz yaratib olamiz. Yangi buyurtmada payment method, ya'ni to'lov usuli click bo'ladi, lekin is paid maydoni false holatida qoladi. Sababi hali buyurtma uchun to'lov amalga oshirilmagan. Click orqali to'lovlarni amalga oshirish uchun Click Package kutubxonasidan foydalanamiz. Ushbu kutubxonani rasmiy PayPay sahifasidan topishingiz mumkin. Tegishli havolalarni video darslikning tavsif qismida qoldiraman. Click Package kutubxonasi uchun quyidagi muhim sozlamalarni kiritish lozim. Birinchi qadam sifatida biz berilgan dokumentatsiyaga asoslanib kutubxonani pip orqali o'rnatamiz. O'rnatish jarayoni tugagach, uni settings fayldagi installed apps ro'yxatiga qo'shamiz va kerakli sozlamalarni qo'shib chiqishni davom ettiramiz. Click Service ID, Click Merchant ID, Click Service Key. Bu ma'lumotlar Click tomonidan taqdim etiladi va maxfiy saqlanishi kerak. Videoda ularni ko'rsatmayman, lekin loyiha davomida to'ldirib qo'yaman. Click Account Model. Hisoblar qaysi modelda saqlanish kerakligini ko'rsatadi. Bizda bu order modeli bo'lib va bu sizda transaction modeli bo'lishligi mumkin. Click Amount Field. Modelda to'lanish kerak bo'lgan summa qaysi maydonda, qaysi fieldda saqlanish kerakligini belgilaydi. Bu sizda amount bo'lishligi mumkin, total cost bo'lishi mumkin yoki total amount bo'lishligi ham mumkin. Qanday implement qilganingizga bog'liq. Keyingi bosqich web hooklarni sozlash. Web hooklar uchun yangi Django ilovasi payments'ni yaratib olamiz va uni settings fayldagi installed apps ro'yxatiga qo'shamiz. Web hook metodlarini payments ilovasining views faylida yozamiz va click web hook URLni asosiy URL patronlariga qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi.
Shundan so'ng Generate Paylink metodini sozlaymiz. Bu metod mijozni klik to'lov sahifasiga yo'naltirish uchun ishlatiladi. Buyurtma: order yaratilgach, frontendda to'lov tugmasi, ya'ni Pay button uchun mana shu havola qaytariladi. Order Create API'ni test qilish uchun Postman API Client dasturidan foydalanamiz. Yangi buyurtma yaratamiz. Generate Paylink metodi orqali klik sahifasida to'lovni amalga oshirishimiz kerak. Buyurtmani yaratish uchun kerak bo'lgan barcha request body parametrlarini men oldindan tayyorlab qo'ygan edim. Buyurtmani yaratib, admin panel orqali uni holatini tekshiradigan bo'lsak, is paid maydoni false bo'ladi, chunki mijoz hali to'lovni oshirmagan. Klik bizga mijoz to'lovini to'lagan yoki to'lanmaganligi haqida so'rov yuborish uchun allowed hostesga kerakli o'zgarishlarni kiritib qo'yishligimiz kerak. Klik bizning backendga so'rov yuborishlik uchun klik kassasi orqali backend hostingimizda kiritishimiz zarur. Buning uchun men JPRQ public routerdan foydalanganman va TASIX static IP manziliga ega bo'lganligim sababli klik so'rovlarni muammosiz local hostimga yuboradi. Agar sizda static API mavjud bo'lmasa yoki serveringiz TASIX bo'lmasa, siz testni serverda o'tkazishingiz zarur va IP manzillaringizni klikning IP whitelist ro'yxatiga qo'shishingiz zarur. Bu qo'shish jarayonini klik guruhida yoki klik supportga yozsangiz amalga oshirib berishadi. Barcha kerakli o'zgarishlardan so'ng generate qilingan link orqali to'lovni amalga oshiramiz. Brauzerda klik sahifasini ochib, karta ma'lumotlari va tasdiqlash kodini bir martalik to'lov uchun amalga oshiramiz. To'lov muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan so'ng klik bizning backendimizga to'lov amalga oshirilganligi haqida event yuboradi. Biroq admin panelda buyurtmani tekshirganimizda is paid true holatiga o'zgarmagan bo'ladi. Sababi successful payment metodi bizni order modelimiz bilan to'liq integratsiya qilinmagan. Endi biz successful payment metodini order modelimiz bilan bog'lab, yakuniy integratsiyani amalga oshiramiz. Natijada to'lov muvaffaqiyatli amalga oshirilganda is paid true bo'lishi va bekor qilinganda esa is paid false ga qaytarilishi zarur. Transaction account ID orqali order modelini chaqirib, zaruriy o'zgartirishlarni kiritishimiz kerak. Shundan so'ng yana yangi buyurtma yaratib, to'lovni test qilib ko'ramiz. Bu safar to'lov muvaffaqiyatli amalga oshiriladi va is paid poliyasi true ga o'zgaradi. Generate pay link metodida return URL sifatida uzum uz ko'rsatilganligi sababli mijoz to'lovdan so'ng uzumning rasmiy sahifasiga yo'naltiriladi.
Shu bilan Django va Qlik integratsiyasiga oid video darsligimiz yakuniga yetdi. Keyingi darslarda Pemi hamda Qlikning fast API'dagi integratsiyasi haqida so'z yuritamiz. Videolarni o'tkazib yubormang. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing, bizni Telegram guruhimizga qo'shiling. Bu yerda barcha savollaringizga javob topa olasiz. Bizni Tirikchilik.uz sahifamiz orqali bizni qo'llab-quvvatlang. Kerakli barcha havolalarni video ostida qoldiraman. Keyingi darslarda ko'rishguncha izlanishdan charchamang.